Toshkentda metroni oldida 60 mingdan dunyo xateli 2 to'ppa-to'g'ri eshitdinglar. Bu 4 kishilik xona. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, hamma sharoitlari bor. Oilaviy xonalarni ko'rsam ungacha bitta. Like bosib, obuna bo'ling, ketdik. Bu oilaviy xona, azizlar. Xonalarga bezaks qo'yilmaydi. Jiyanlarga pay jiyanga ham joy bor. Xonalar juda ko'p, azizlar. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzor, hamma sharoitlari bor. Manzilni tushuntiraman. Bitta like bosib, obuna qo'ying, qani ketdik. Manzil Yangi Hayot 14B 197 azizlar. Quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, lokatsiyani tashib beradilar. Bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'ying. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, Toshkent bozorini kuzating. Eng zo'r narsalar faqat Toshkent bozorida. Toshkentda 50 ming so'mga mehmonxona, uni ustiga yana metro ham yaqin. Azizlar, videoni ko'rishdan oldin like bosib qo'ying va yaqinlarga jo'natib qo'ying. Xonalarni tomosha qilamiz. Ketdik. Azizlar, bu xonamiz opshi do'stlar bilan kelib, oilaviy kelib dam olayotgan xona 50 ming so'mdan boshlanadi. Azizlar, televizor bor, konditsioner, Wi-Fi, hamma sharoit bor. Sanuzor ham bor, azizlar. Xavotir olmanglar. Bemalol kelsanglar bilan telefon qilinglar, tez joylarni zaynat qilinglar. Bunaqa xonalarni qaytib topolmaysizlar. Oilaviy xonalarni ko'ramiz. Ketdik. Azizlar, bu xonamiz oilaviy xona. Xonada televizor, Wi-Fi, sanuzor, konditsioner, sanuzor ham ko'rsatib yuboring. Hamma sharoit mavjud. Eng asosiysi xonalarimiz top-toza. Gastitsamiz azizlar 3 etajdan iborat. Oilaviy xonalarni ko'rdinglar, opsh xonalarni ko'rdinglar. Bemalol kelsanglar bilan Toshkent bozor Instagram kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Gastitsamiz nomi Dunyo Hotel, lokatsiya Telegram kanalida, nomerlar bemalol qo'ng'iroq qilsanglar azizlar. Hammalarni kutamiz. Sog' bo'linglar. Diqqat, bu video farzandingiz va o'zingizning sog'lig'ingiz uchun azizlar. Video o'tkazishga shoshilmang, video oxirigacha ko'ramiz. Hozirda asosan yosh bolalar va kattalarda uchrayotgan parazit gijjalar haqida ma'lumot bering. Hozirgi kunda yosh bolalarda gijja va parazitlar bormi? Gijja va parazitlar nimalarga sabab bo'ladi degan savol juda ham ko'p. Gijja va parazitlari bor yosh bolalarda uchraydigan narsalar. Tunda tishlarni g'ichirlatib yotish, og'izdan so'lagi oqib yotish, siyib qo'yish, enuriz, o'sish va semirish, rivojlanishdan ortda qolish, asabiylik, uyqusizlik, tunda bezovta bo'lib uxlash, bular barchasi 90% gijjalar sababli bo'ladi. Bu muammolarga yechim bormi? Ota-onalar nima qilishsin? Albatta yechimi bor. Marhamat, bizning klinikamizga olib kelishsin farzandlarini. Hech qanaqa kimyoviy dorilarsiz, ukollarsiz, ximikatlarsiz, tabiiy giyohlar yordamida farzandlarini barcha gijjalardan xalos qilamiz. Farzandingiz va o'zingizning sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Manzil azizlar, Midgorod betonkada kelishda, kelis mostidan o'tgandan 200 metr o'ng tomonda gijja stop. Quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, lokatsiyani tashib beradilar. Shu videoga bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'ying. Toshkentda aeroportdaman. Ketib qolding? Bahona qilma, hammang Toshkentga payt bahona qilasan. Undan keyin uyimda joy yo'q deb ayt. Boray saladan foyda. Ash balani ko'ray chiqqan 100 mingdan xonalar boshlanadi dedi. Allaydim deyman-da. Agar allagan bo'lsang, seni ham kommentariyang rasosini tortaman. Assalomu alaykum. Reklamachiimiz o'zlari. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rostdan 100 mingdan boshlanadi xonalar? Albatta 100 mingdan boshlanadi. Akajon, allasang bu qancha qoladi, tushundingmi? Qani yurib ko'rsating, ko'rsataman. Akajon, bu 3 kishilik xona. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzor, hamma sharoit bor. 4 kishilik xonamiz bor, oilaviy xonalarimiz bor. Ismingiz nima aka? Ismim G'anisher. Meniki Alisher. Uka, yoqmayapsan, xunuk bola ekansan. Oilaviy xonalarni ko'rsatda, yurda olib ketishdi. Yomon nervinli ekansiz. Aka, bu oilaviy xona. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzor, hamma sharoitlar bor. Lekin bitta narsa aka, biz zaks qo'ymaymiz-da. Asab qilmaymiz. Bir roma, meni xotinim bor, o'ylanganman, zaksim bor. Olib ketish. Yo'qmayapsan qanday. Aka, ertalab zavtirgan bor. 50 ming so'm pul qo'ysangiz bo'ldi. Shvedskiy stol. Mazza qilib qorningizni yig'iz olasiz. Aka, 50 mingdan ko'p bermayman. Sudimanga yo'q, yosh bola. Olib ketish. Manzilimiz Chavandoz 14. Esingizdan chiqmasin, nomerlarga telefon qilsangiz, lokatsiya tashib beraman sizga. Bitta like bosib videolarni kelavering akajon. Sog' bo'ling. Toshkentning sentrida Big Hotel azizlar, aeroport yaqin, Severniy vokzal yaqin, 100 ming so'mdan xonalar boshlanadi. Bu 4 kishilik xona. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, hamma sharoit bor. 3 kishilik xona ham bor, 2 kishilik xona bor. Xonalar juda ko'p. Manzillarni tushuntiraman. Qani ketdik. Severniy vokzal, aeroport yaqin azizlar, Chavandoz 39. Quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, lokatsiyani tashib beradilar. Shu videoga bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Eng zo'rlar faqat Toshkent bozorida. Turishi 180 ming so'mdan, to'ppa-to'g'ri 180 ming so'mdan joy namozlarni azizlar 250 ming sotilgan. 180 mingdan qilib qo'ydilar. Qayerdasizmi? Toshkentda Yangi Hayot Elmasda. Bemalol kelinglar, xohlaganinglar bilan ushlaysizlar. 50% gacha chegirma. Manzillarni hammasi opsiyasiga qoldiraman. Bemalol telefon qilib kelaveringlar. Kachmasiga baho bering. Haliligini qarang buni.
Ilmas gilamlarni manzilini so'raganlar uchun Toshkentdagi Aizda Food City'dan kelishda metallurgiya zavodda o'tganingizdan keyin Zangata call centerdan sal o'tasiz. Yangi hayot arkasi chiqadi. 300 metr yurganingizdan keyin o'ng qo'lda Ilmas gilam do'koni. Quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, lokatsiya ham tashlab beradilar. Like bosib, yoqlar tarqatib qo'ying.